Ertalab bitta shuni ichib kechgacha hech narsa yutmadim. Saharlikda bitta shu yilni to'qlitsin. Menga yoqqan tomoni bo'lsa, ichida mana yong'oq, qora ko'chit, qora lo'yasi, ba'zi birlarda qora gulchan bor ekan, ya'ni jiyda bormi, chilon jiyda. Shu mevasi ham bor ekan, ba'zi birlarda. Hammasi har xil keladi. Olmani ta'mi keladi. Men buni birinchi yeritib ko'rdim. Yeritsa mendan boshqa odam yaqinlashmadi, rangini ko'rdim. Bunday keyin buni durdani sariyog' bor-ku. Sariyog'ga aralashtirib qo'yib, keyin buterbrod qilib yeyish bunda vahshat. Oilalarda cho'katevlar idishiga sariyog'ga aralashtirib tayyor qilib qo'ydik. Nima desa, cho'katev. Tushundingizmi? Lekin shunaqa yo'qishdan so'ng seguy bu narsalar hammasi duo bilan yaxshi chiqishi. Yo'lga, safarga chiqqaninglarda yoninglarda bo'lsin. Sirazi 0.5 baklashga tayyorlab turishdi. Umra hajga ketayotganligini bilib olinglar. Ben shu zo'rmasman. Charchog'imni yo'qotib beradi. Yemishikdagi ozgina sariyog' bilan agar xohlasanglar mayli allergiyasi bo'lsa asal ham qo'shib beraymi? Shunaqangi tayyor buterbrod maktabiga berib olinglar, bolalaringlarni qoni ham ko'payadi, ichi ham oqlaydi, aqli ham yaxshi. Yong'oqlar bor. Amiga 3 yong'oqimizda ham bor. Diqqat xotira tafakkurda buzilishi. Ya'ni aytaman, nonushta qilmagan bola dars davomida diqqatini darsga jamlamaydi. Tushundingizmi? Chiqa boshiga emas bolani ustiga. Normalniy vaqtida uyg'otib, normalniy zavq